Hech qachon elektromobil sotib olmang degan video ekan. Multik shaklda NIO brendi hattoki o'zini elektromobil ishlab chiqaruvchilarni ham ayamayapti. Mana ko'rib turibsizlar. Hech qani yoqmang dedilar. O'zi 10% zaradimiz bor, muzdakkina ketamiz dedi. Zaradlar o'ldi. Oxiri mana plasterlarni yopishtirib qizdiradeganda mana tomga qo'yishyapti mana. Endi mana 1% bo'ldik. Yurishda yana ish ko'rsatdi mashina. Zaryad tugadi. Qizdirib tagini yopishar ekan batareykani. Orqada yonish boshladi. KFC'ni hidi kelib qaraydi. Sovuqda, qorda zaryadlari yo'q, mana tugab 3% bo'lsa ham xursand bo'lib ketishadi. Yana zaryad tugadi. Biz aslida neytralga qo'yib olgan bo'lsalar baxtlari, bo'lmasam qiyin bo'ladi. Oxir zaryadga topishdi, mana yetib kelishdi. Endi bu yog'i undan ham qiziq bo'ladi.